qayerga qochsangiz ham, nima chora tadbir ko'rsangiz ham, vaqti soati kelganda fa innahu mulaqikum, o'sha demak o'lim sizga duchor bo'ladi. Ro'parangizdan chiqadi, muloqot qiladi. Nima bo'ladi keyin? Undan keyin g'aybni-yu shahodatni biluvchi zotning huzuriga qaytasiz, borasiz. Ya'niki maxfiy va oshkora hamma narsani bilib turgan Allohning huzuriga borishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Ana o'rgan holingizda borasiz. Undan keyin nima bo'ladi? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bu dunyoda nima amal qilib yurgan bo'lsangiz xabarini beradi. Falon kuni, falon soatda bu gunohni qilgansan. Falon kuni, falonchining yonida, falon joyda mana bu gunohni qilgansan deb hammasini zarrachasiga qo'ymasdan xabarini beradi. Boshqa ilojinglar yo'q. O'lim bor, o'lim haq. O'lasizlar, Allohning huzuriga qaytarasizlar va Alloh bu dunyoda qilgan hamma narsangizni xabarini o'zingizga beradi. Tanishingiz mumkin, lekin tansangiz, qo'lingiz, oyog'ingiz, ko'zingiz, qulog'ingiz o'zingizni ziddingizga guvoh beradi. Tanma deydi, men bilan ushlagansan, u haromni deydi. Tanmagin, men bilan yurib borgansan, u haromga. Tanmagin, men bilan ko'rgansan, u haromni deydi. Ana o'limni haqiqati shu.